Ha, Akmal. Ye. Yaxshimisan, o'rtoq? Yaxshimisan? Qo'llaring yaxshimi? Charchamaysiz? Kiyim kerakli. Qo'llaring muzlab ketdi-yu, o'rtoq. Qatdan kelyapsiz bunaqa ahvol? Kech bo'lgan. Ko'chadan chiqib O'tar sovqatib ketibsiz, hozir gaplashaylik, gap bor. O'zing yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Charchamay. Nima gaplar? Nimalar qilyapsan? Sizga boshim ishga tushib qoldi. Nima ish qoldi? Nima xizmat? Bizga xizmatlar bo'lsa-ki? Ozgina qarzga botib qoldim-da, o'rtoq. Ish bormi? 7 ming? Ay 7 ming. Muammo emas, u sog'lig'ingdan azizmi? Aynan siqilma hammasi yaxshi bo'ladi, topiladi. Pul topiladi, yengillarning sani sog'lig'ing og'ayni, siqilmagan, hammasi yaxshi bo'ladi. O'rtoq, sog'lig'ingdan aziz emas, bor-ku. Yaxshiyam bor ekansan, o'rtoq. O'rtoq, mana mashina olganda ishlatib turgan, olgani u kimdan so'rarsan, boshqalardan. Men endi hammasi. Men senga gadoychilik qilayotganim yo'q. Ey Akmal, ey Akmal. Sen meni tushunmading, og'ay.